Oydin opani kelini sen molsan, hayvonsan deb gapirdi. Voy ular. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rib, o'z quloqlarim bilan eshitdim. Ha, Shunchalik qattiq janjal bo'ldimi? men sizga nima yolg'on gapirarmidim, a? Rostdan ham shunaqa qattiq janjal bo'ldi. Undan keyin Oydin opani o'g'li kelib, zo'rg'a tinchlantirdi. Voy ular. Endi nima bo'ladi? Ajrashadigan bo'ldimi? Buni hali aniq bila olmadim-da. Ertaga hammasini aniqlashtirishga harakat qilaman. Lekin butun mahallaga sharmanda bo'lishdi. Ish qilib tinchib ketishsin. Voy, uni qo'ying. Ana narigi mahalladagi Sanobar opa bor-ku, o'shani qizi homilador bo'lib qopti. Voy. Voy, tavba qildim. Lekin Sanobarni yaqinda ko'rdim. Yaxshi kayfiyatda yuruvdi-ku. Ha, endi o'zini shunaqa qilib ko'rsatadi mahallaga. Men bilgan, eshitganlarimni gapiraman. Menda xato bo'lmaydi, ha. Endi qizi bir yigit bilan yurdi degani, shunaqa ish bo'ldi degani emas-ku. Menga ishonmayapsizmi, a? Voy, men sizni dugonam deganman, a? Dugonangiz bo'lib turib sizga yolg'on ma'lumot olib kelarmidim, a? Voy, tavba. Ha, men ham sizni dugonam deganman, nega ishonmayman? Ha, bo'pti-da. Mana shunaqa qilib bir-birimizning gapimizga ishonmasak, kim bizni qadrdon dugonalar deydi? Bor bo'ling Kamilaxon, bor bo'ling. Siz ham bor bo'ling. Siz ham bor bo'ling. Bo'pti, endi men chiqay. Ishlarim bor. Uyda ishim juda ko'p. Ha, o'tiribsiz-da. Keyin chiqaman. Bitta ishlarimni qilishim kerak. Ha, aytgandek. Men sizga mahalladagi yangiliklarni, zo'rlarni yig'ib kelaman. Ha, mayli. Amin. Gaplashamiz. Alloh akbar. Mayli, sog' bo'ling. Yana anu Komila kelib ketdimi? Sen undan nari yurgin. Nimaga? Nimaga? G'iybatchi u. G'iybat qiladi hammani, bildingmi? Yo'q, unaqa demang, dadasi. Shunaqa. Men bilmasam gapirmayman. O'tgan ketganni g'iybat qiladi. Sen ham undan sal nari ketgin, seni ham g'iybat qiladi. Biz Komila bilan opa singilmiz. Yaqinmiz bir-birimizga. Meni g'iybat qilmaydi. Voy, menga qara. Mana shu oldi qochdi gaplari bilanchi shu Komilang erini ham o'ldirib yubordi, bildingmi? Ha? O'zi bitta o'g'li bor edi, shu o'g'li ham tashab qochdi chet elga. Tirikmi, o'likmi, Xudo biladi. Qorasini ko'rsatmaydi. Bunasidan xabar ham olmaydi. Mana, o'zingiz ham g'iybat qilyapsiz. Men g'iybat qilayotganim yo'q. Men o'sha Komilani xabarini yetkazyapman senga. Opa singilmizmish. Xudo asrasin unaqa singildan. Yig'ishtir, bo'lmaydi. U yaxshi ayol emas. Kofe yaxshi chiqibdi. Qorning ochmi, ovqat tayyor. Qornim och, yeyman ovqatingizni. Endi sizni ovqatingizni yemay bo'ladimi, oyijon? Shirin qo'llaringizdan albatta yeyman. Tur bo'lmasa ovqat solib beray. Haligi. Ha. Oyi, Ha? chiroyliligingizni qarang. Ro'mollaringiz yarashganini qarang. Onajonim o'zimni. Gapni aylantirma. Nima gaping bor, a? Menda bir gaping borga o'xshab turibdi, sen bolani. Haligi oyi, Ha. maslahatli ish bor edi. Xo'sh. Shu siz bir qiznikiga borib kelishimiz kerak. Sovchilikka. Sovchilikka? Yo'q, rostdanmi? Ha. Shunga borib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Kim ekan u o'sha qiz? O'zim tanigan, bilgan. Ha. Ko'z ostimga olib qo'ygan qiz. Asosiysi bir-birimizga befarq emasmiz. Buni qarang-a. Ha, aytdim bu bolamga nimaga ko'rsatgan qizlarim yoqmayapti dedim. Shunga borib kelamizmi? Boramiz. Menga manzili bilan telefon raqamini ber, u yog'ini o'zimga qo'yib ber.
O'zim sizni olib borib kelaman, oyijon. Bo'ldi, kelishdik. Ertaga. Ertaga bo'lsa ertaga-da. Rahmat, oyijon. Voy, bismillah. Rahmat, oyijon. Oppa seni. Borib ket- Ertaga yo'q borib kelamiz, bolam. Bo'ldi, oyijon. Yur, ovqatingni solib beray. Yuring. Bafurja gaplashamiz. Rahmat, oyijonim, Oppa seni. o'zimmi, oyijonim. O'rtoqjon buni yaxshilab surishtirish kerak. Surishtirmasa bo'lmaydi. O'g'lim yaxshi qiz deyapti. O'g'lingiz hali bola bo'lsa, u nimani biladi? Endi o'g'lingiz o'sha qizni sevgani uchun o'sha sevgi uni ko'zini ko'r qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men o'g'limga ishonaman. Men sizga o'g'lingizga ishonmang deyotganim yo'q. Shunchaki u qizni surishtirish kerak deyapman. Mayli, unda yaxshilab surishtirib ko'ramiz. Sizni o'ylab gapiryapman. Ertaga bilmasdan uylantirib qo'ysangiz, keyin nima bo'ladi? Yaxshi niyat qiling, Kamolaxon. Men yomon niyat qilayotganim yo'q. Shunchaki ehtiyot bo'lish kerak deyapman xolos. Va bu kelin qandaydir bir buyum bo'lsa ekan, uni tez-tez almashtirish iloji bo'lsa. Meni o'ylab jon kuydirayotganingiz uchun katta rahmat. Shu ba'zida o'zimni ham unutib qo'yib sizni o'ylayman dugonajon. Dadasi. Bir masalada yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Bu juda muhim. Yana nimani boshlamoqchisan? Mana bu o'g'lingiz topgan qizni yaxshilab surishtirish kerak. Hozirgi yoshlarga ishonch yo'q. Tag'in to'ydan keyin biror muammo chiqib, sharmanda bo'lib o'tirmaylik. Senchi negadir boshqacha gap gapiryapsan-da menga. Ay, qanaqa gapiryapman? O'zingni gapingga o'xshamayapti mana shu gap. Bu nima deganingiz, dadasi? Oxirgi paytlarda-chi, sen juda hali vahimachi, keyin juda ko'p gapiradigan bo'lib qolding-da. Men avval qanday bo'lsam, dadajonisi, hozir ham shundayman. Bo'lmagan gapni gapirma. Hech ham unaqa emassan. Avval umuman boshqacha eding. Sen anu qo'shni gapiga kiryapsan. O'shani gaplarni gapiryapsan menga. Ha bo'ldi-da, dadasi, endi yaxshilab surishtirish kerak. Albatta surishtiraman. O'zi bitta o'g'limiz bo'lsa, ana qizingni so'rab, surishtirib uzatdik. Yaxshi joyga tushdi, baxtli hayoti. O'zingcha kelib menga aql o'rgatasan, yetmaganiga yana vahima qilasan. Salimda o'zingni bosib ol, onasi, bosib ol. O'zi sizga nima yoqadi, dadasi? Hamma narsamdan kamchilik topaverasiz. Mana shu harakatlaring, so'zlaring, menga yoqmayotgani uchun gapiryapman. Chunki o'zingni gaplaring gapirmayapsan-da menga. Senchi qayoqdagi anu Komila bilan emas, avvalo biz bilan maslahat qilgin. Biz bilan bunday gaplashgin. Uydagi har bir gapni ko'chaga olib chiqib gapiraverma. Ayniqsa o'sha qo'shningga. Nima, men sizga yosh bolamanmi? To'g'risini aytaymi? Boshimni og'ritib yubording. O'zichi. O'zi boshingiz og'rimagan kun bormi, dadasi? Boshimni sen og'rityapsan. Bir narsa desam, boshimni og'ritib yubording, boshimni og'ritib yubording deysiz. O'zi sizga gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Ajab bo'pti. Yaxshi bo'pti qizni surishtirganingiz, O'tgan safar men bekorga gapirmadim, opa, esingizda bo'lsa. Dadasi ikkalamiz borib, yaxshilab surishtirib keldik. Yaxshi oila ekan. Qizi ham juda ham yaxshi ekan. Ishlar ekan. Toparmon, tutarmon qiz ekan. Shuni bilib ham rosa xursand bo'ldim. Voy. Ishlaydi deysizmi? Nima to'ydan keyin uni ishlatmoqchimisiz? Ha, ishlasa ishlayveradi. Nima qilibdi? O'rtoqjon, lekin to'ydan keyin ishlatmaganingiz yaxshi deb o'ylayman. Umuman ishlatmang to'ydan keyin. Voy, nimaga? Yaxshi-ku ishlasa. Ishlasa-ku yaxshi-ya. Lekin bu kelinlarni ko'pincha mana shu ish buzadi. Turmushga chiqquncha yaxshi ishlab yurar. Lekin turmushga chiqqandan keyin ishxonada boshqa erkaklarni ko'zi ko'radimi? Voy, o'lay.
Voy, hammasi birdek emas-ku, aylanib ketdi. Yaxshi kelinlar ham bor-u. Men sizni bo'lajak keliningizni yomon demoqchi emasman. Lekin turmushga chiqqandan keyin ishlab yurgan qizlarni qanchasini ko'rdim-da. Siz dugonajon xudingiz bilan yaxshilab kelishib oling. Qizingizni kelin qilgandan keyin uni umuman ishlatmayman deb ayting. Xafa bo'lib qolmasmikin? O'g'lim keliningiz o'zini ishini juda ham yaxshi ko'radi deb aytardi-da. Shuncha vaqt ishlabdi-yu. Bo'ldi endi yetadi. Siz o'ylayman, oilangizni o'ylayman. Turmushga chiqqandan keyin eri boqib oladi-da. Nima qiladi ishlab? Dugonajon, har doimgi gapim. Sizlarga yaxshi bo'lsin deyman, bilasiz, yomonlikni ravo ko'rmayman. Gapingizda jon bor. Bobur aka, axir biz siz bilan nimaga kelishgandik? Tushunib turibman, Noila. Lekin oyimni ham ko'rib turibsan-ku. Bitta gapga yopishib olganlar. Ishlamaydi, yo'q, ishlamaydi. Xo'p, yaxshilab gaplashib ko'ring oyingizlar bilan. Gaplashdim, qancha gaplashsam ham foydasi bo'lmayapti, Noila. Oyim o'zi shunaqa qaysarli. Bitta gapni aytdilarmi, o'sha narsaga turib oladilar. Bir narsaga qaror qilsalar, uni qildirmaguncha qo'ymaydilar. To'ydan keyin meni rosa qiynasalar kerak unda. Nima deganing bu? Oyim juda ham mehribon ayol. Shunchaki seni ishlashing ularga yoqmayapti. Xo'p. Sababini aytdilarmi? Nimaga bunaqa deyaptilar? Yo'q, aytmadilar. Shunchaki bor gaplash, to'ydan keyin ishlamaydi. Hal qilib kel shuni dedilar. Menga qara, Noila. Seni bu ishlamasliging bizni baxtimizga qanaqadir ta'sir qiladimi? Yo'q. Hali qanchadan qancha ishlarimiz bor. O'qishni bitirib ol, diplom ol. Keyin buyog'i bir gap bo'lar. Balki keyinchalik ruxsat berib qolarlar. Hozir bu narsalarga bosh qotirmaylik. Xo'p, mayli. Ko'p yashang. Qo'sha qaring. Baxtli bo'ling. O'zingizdan ko'paying, kelin poshsha. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum Hozir javob assalom. beraman. Ha, mayli. Keliningiz juda ham chiroyli ekan, ha? Ha, chiroyli, ko'z tegmasin. Shu Oling, dasturxonga qarang. Oling. Rahmat qizim. Baraka toping qizim. Ko'p yashang. Rahmat. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Oyjon, ovqat tayyor bo'lib qoldi. Hozir sizib kelaman. Xo'p. Mana bulardan olib o'tiring. Kelinim o'z qo'llari bilan pishirgan. Keliningiz rosa yaxshi ekan-u. Xafa bo'lmasangiz bir gap aytaman. Ha. Kelin salomni yaxshi qila olmas ekan-a? Yo'q. Binoyadagi salom qildik-ku. Voy. To'yda ham sezuvdik. Yaxshi egilib salom bermaganini. Zo'rg'a arang egilib salom berdi-da. Shuni hammamiz bilgandik. Menga qarang, shu mabodo belida kasal yo'qmikin, ha? Yaxshi egila olmaganiga aytaman. Yo'q.
tavba qildim, nega unaqa deysiz? To'ydan avval tibbiy ko'rikdan o'tishgan. Meni kelinim soppa-soq. Endi so'rab qo'ygan yaxshi-da. So'radim-da, opa. Kelin salom o'z yo'liga-yu. Muhimi o'g'lim bilan baxtli bo'lsa bo'ldi. Ikkalalari bir-birini juda yaxshi ko'rishadi. To'g'ri aytasiz. Oling, mana bulardan olib o'tiring. Ha. Xotinjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu chiroyli gullar senga. Mengami? Qada yoqdimi? Yo'qda. Nima munosabat bilan? Munosabat? Munosabat chiroyli ko'zlaring. Sevgimiz. Haligi senga va'da bergandim esingdami? To'ydan oldin ham, to'ydan keyin ham mehr ko'rsatishdan to'xtamayman. Atirgullarni yaxshi ko'rishimni bilasiz-a? Men seni yaxshi ko'raman. Rahmat. O'zi ham yoqdi. Juda ham mehribonsiz. Hech ham o'zgarmang. Har doim shunaqa qoling. Xursand bo'lib qoldingmi? Ha, xursandman. Ha. Kel, pastga qo'y. Oyim ko'rinmaydilar? Ha, oyijon Komila xolanikiga chiqib ketgandilar. Dadajon choyxonadalar. Siz qorningiz ochdimi, ovqatlanib olasizmi? Ovqating qo'yib tur. Senga zo'r gapim bor. Yur. Qanaqa gap? Ha, kelin? Mabodo sizda shamollashga qarshi dori yo'qmi? Shamollab qoldingizmi? Ozgina mazam bo'lmayapti. Qanaqadir hamma yog'im og'rib ketyapti. Holim ham yo'q. Ha, ehtiyot bo'lmaysizmi bolam? Kun salqin bo'lsa, yana konditsioner yoqib o'tirib olasiz. Isib ketyapman deb. Ey, hozir qarab ko'raychi. Bormikin? Voy. Davleniyaliki. Dadayız dorisi. Bosh og'riq dori. Qurib ketsin-a. Shuncha dorini ichidan shamollashga qarshi dori yo'qmi ya? Qanaqadir hamma yo'llarim o'shib qaltirib ketyapman oyijon. Biz uyda hech kim shamollamaydi. Hammamiz baquvvatmiz. Dori ham yo'q. Men bo'lmasa Komilanikiga chiqib kelay. O'shanda bordir, xo'pmi? Siz o'tirib turing. Hozir kelaman. Kim? Hozir. Men qo'shniman. Assalomu alaykum. Ha, o'rtoqjon, keling. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Uyga yuring. Sog'ingiz yaxshimi? Yo'q. Kelinim shamollab qopti. Doringiz bormi? Menda dori yo'q-da. Voy. Unda dorixonaga borib dori olib kela qolay. Shoshmang. Shunga shunchami? Sal narsaga yugurib dorixonaga boraverish kerak emas. Keliningiz hali yosh bo'lsa, organizm yosh, immuniteti kuchli. Sal unda tabiiy yo'l bilan davolasangiz ham o'zi kelib ketadi oyoqqa turib. Ertangi farzand ko'rish kerak hali. Sal narsaga dori beraversanglar, bo'lmaydi-da bunaqasi. Endi boshqa ilojimiz yo'q-da, nima qilay? Hozir men sizga limon olib chiqaman. Ana o'shani choyga solib berasiz. Otdek bo'lib ketadi. Aytganingiz kelsin. Ha, bo'pti, berib turing, bo'lmasa limon. Hozir.
Mana, Voy, mana. rahmat. Bo'pti, kiring Bo'pti. uyga. Uyga kirsangiz bo'lardi, o'tirar. Xudo xohlasa, kelin tuzalib ketsin. Ha, bo'pti. Bir o'tirgan chiqaman. Hop. Voy, voy, shu bitta kelini uchun dori so'rab yugurib chiqqanini qarang. Kelin. Bugun o'rningizdan turasizmi yo yotaverasizmi? Oyijon, uzr. Mazam bo'lmayapti. Hamma yog'im qaqshab og'riyapti, oyijon. Shunga o'ranib yotaydigandim ozgina. Ha, boya limon choy ichirdim-ku. Hali yoshsiz, namuncha vahima qilasiz. Odam kasalman desa kasal bo'lib yotaveradi. Oyijon, sovqotib ketdim-da, nima qilay? Ha, undan ko'ra turing, yuz qo'lingizni yuving-da, yana limon choy ichib oling. Oyijon, limon choy menga ta'sir qilmayapti. Dori bo'lsa yaxshi bo'lardi. Voy bolam, dori jigarga zarar. Foydasidan ko'p zarar. Aylanib ketay. Yosh narsa doriga o'rganib qolasiz. Turing, yuzingizni yuvib, yana bitta limon choy ichib oling, yaxshi bo'lib ketasiz. Turing. Alo. Bobur aka. Bugun ishdan vaqtliroq keling, iltimos. Bilmadim. Hamma yog'im qaqshab og'rib ketyapti. Shamolladim shekilli. Menimcha issig'im ham chiqyapti, Bobur aka. Shunga tez yordam kerak emas. O'zingiz keling, iltimos. Kelsangiz birga borib kelardik. Xo'p. Oyi, Noila. Ha? Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Namuncha ishdan erta kelibsan? Noilaning mazasi bo'lmayapti ekan-ku. Voy, xotinchingiz darrov sizga qo'ng'iroq qildimi? Biram noziga, kasalmand xotining. Oyi, qani o'zi? Uyda yalpayib yotibdi. Mazasi yo'q emish. 2 marta limon choy berdim. Ta'sir qilmadi deyapti. Nima berdingiz? Limon choy. Oyi, nimaga limon choy berasiz? Nimaga limon choy berasiz? Ha, nima beray? Dori bering, doktorga olib boring, limon choy ham beradimi? Voy, qanaqa dori, qanaqa doktor? Namuncha vahima qilasan? Xotining vahima qiladigan kasal emas. Ana, sappa-saq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Nima bo'ldi? Haligi men Noila. Voy, kelin. Ko'zingni och. Noila senga nima qildi? Voy, ko'tar. Ey xudoyim, ey. Noila ko'zingni och. Noila. Voy, Davud. Oyi. Men sizga tushuna olmadim. Nima qilganingiz bu? Nimaga limon choy berasiz? Men qayerdan bilay xotiningning nozik niholligini? Uyimiz atrofi to'la dorixona bo'lsa, nimaga menga aytmaysiz? Yoki doktor chaqirmaysizmi? Men qayerdan bilay? Oyi, bu ayol kishi, tog'da o'sgan polvon yigit emas. Nozik bo'ladi-da. Siz bergan limon choy bunga salbiy ta'sir qilgan. Qon bosimini tushirib yuborgan. Oyi,
bu narsani aytishim sizga g'alati, lekin katta ayolsiz nimaga bunaqa ish qildingiz? Sen menga shunaqa ohangda gapiryapsanmi? Men seni onangman. Siz meni shunga majbur qilyapsiz. O'zi dadamni gapida jon bormi deyman. Mahalladagi ba'zi bir bema'ni ayollarga qo'shilib yuribsizmi deyman, ha? Sen hali onangga shunaqa gaplarni gapiradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Onangga ya? Noilaga biror narsa bo'lsa nima bo'lardi, oyi? Dard bo'lardi, balo bo'lardi. Hech narsa bo'lgani yo'q-ku. O'lgani yo'q-ku xotining. Oddiy shamollash, oddiy qon bosim. Oddiy qon bosim, oddiy shamollash. Oyi, siz unga ketma-ket limon choy bergansiz, bilasizmi shuni? Qon bosimi ko'tarilsa tushirish oson, lekin tushib ketsa ko'tarish qiyin bo'lar ekan. Noilaga biror narsa bo'lganda nima qilardik? Bo'lgani yo'q-ku. O'lmadi-yu. Bo'ldi endi, o'zingni bos. Ertaga xotiningni shifoxonadan olib chiqasanmi? Ha. Ertaga ruxsat berishar ekan. Bo'lgan ishlarni dadangga gapirib yurma. Dadangni asabini bilasan. Tag'in janjal qilib yurmasin. Oyi, men dadamga yolg'on gapira olmayman. Ha? Ikkalamizni urishtir. Hammasini ayt. Janjalni kattalashtir. Yigitlarni uylansa aqli kiradi deshardi, sen aksincha. Aynib ketyapsan. Oyi. O'rtoqjon, bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Tinchlikmi, nima ekan? Hali ham yangilik yo'qmi? Yo'q. Ancha vaqt bo'ldi shekilli. Shu keliningizda nimadir bor-da. Bir gap borligini ancha avvalroq sezganman, buni sizga aytganman. Nimasini aytasiz? Ancha avvalgi voqeani ham aytganman-ku sizga. Hushidan ketib qolib nima emish? Limon choy qon bosimini tushirganmish. Ha, men har doim limon choy ichaman-u, yana ko'k choy bilan birga ichaman. Hech narsa qilmaydi-yu. Bu keliningizchi hushidan ham ketmagan o'shanda. Bu ataylab qilgan. Bilmasam. Siz har safar mana shunaqa bo'shlik qilasiz. O'tgan safar o'g'lim bilan ham, dadasi bilan ham ancha tortishib qoldik mana shu kelinni deb. Mana, ko'ryapsizmi? Shu keliningiz sababchi bo'lyapti hammasiga. Shumqadam ekanda bu keliningiz. Shunaqaga o'xshaydi. Buni ustiga mana homilador ham bo'lolmayapti. Tibbiy ko'rikdan o'tganda sog'lom chiqqan edi. O'rtoqjonim, bir ham soddasiz-a. Tanish bilish qilib hammasini yopti qilganda. Menga qarang, buni bir narsa qilmasa bo'lmaydi. Nima qilamiz? Zamira opani kelini haligacha homilador bo'lmayapti ekan degan gap tarqab ketsa bormi? Nima ham qilamiz endi? Kutishdan boshqa chora yo'q. O'rtoqjana. Kelin, Labiyojon? shu yaqin o'rtada shifokorga bordingizmi? Yo'q, oyijon. Nega bormadingiz? Oyijon, nimaga shifokorga boraman? Sog'lomman-ku, yaxshiman. Sog'lom emassiz. Sog'lom bo'lganingizda shu paytgacha homilador bo'lgan bo'lardingiz. Oyijon, endi nasibda bo'lib qolar. Bo'lib qolar. Qachon bo'lib qoladi? Hali to'yimizga ham ko'p bo'lmadi-yu. Voy! Ko'p bo'ldi to'yingizga. Voy, ko'p bo'lmadi deysiz. Bu paytgacha boshqalarni kelini allaqachon tug'ib ham bo'ldi. Nima meni butun mahallada sharmanda qilmoqchimisiz? Palonchini kelini tug'mas ekan degan gapni olib bermoqchimisiz? Zamira, Ha? ham bu yoqqa qara. Hozir dadasi.
Nima yana boshlayapsan? Hech narsa. Nimani boshladim? Hech narsamish. Eshitib tushib kelyapman, xo'pmi? Kelinni unaqa qiynayvermagin. Voy, nimaga kelinni qiynayman? Qayoqdagi savollaring bilan bechorani nega uyaltirasan o'zingdan o'zing? Qachon bo'ladi, nima qiladi deb. Ha, bo'lmayapti-ku. Yangi yili qachon bo'ladi deb so'rayapman-da. O baraka topkur. 1 yil bo'ldi to'yi bo'lganiga bularni. Bo'ladi sekin o'zi Xudo bergan kunida. Shunaqa savol ham beradimi? Bu degani kelining yoki o'g'ling kasal degani emas-ku. O'g'lim soppa-soq. Nima bo'lsa ham kelin aybdor. Kelin Meni o'g'lim aybdormish. soppa-soq. O'zicha seni miyang aynib qopti seni. Dadasi, bo'ldi, bunaqa gaplarni gapirmaylik. O'zingni bil, o'zingni. O'zing ham 6 yilda tuqqansan. Men ketdim ishga. Voy dugonajon, namuncha peshonangiz sho'ra. Nimasini aytasiz? Bular hech ham tushunmagan, umuman tushunmaydi ham bundan keyin. Kelin nima deyapti o'zi? Nima ham derdi? Jim turaveradi. Bez u, bez. Men sizga o'sha boshida ogohlantirgandim. Nima deganlarim esingizda bo'lsa kerak, Ha, eslayman. Hozir endi bu gaplardan foyda yo'q. Buni bitta yo'li bor. Qanaqa yo'li? Meni tanish tabibim bor. Unchalik qimmat emas. Keyin juda kuchli tabib. Doktorga borganimiz yaxshi emasmi? Doktor nima qilasiz, Qancha pulingiz ketadi? Undan ko'ra tabibga boring. Yaxshilab aniqlab, yaxshi dorilarni beradi. O'zim gaplashib beraman. Uydagilar, uydagilarga indamang. Shart emas gapirish ularga. Siz yo'lini qilib kelinni ko'ndiring bo'ldi. U ham hech kimga hech narsa demasin. Og'ziga mahkam bo'lsin. o'xsharmikin? O'xshaydi, nimaga o'xshamaydi? Menga ishoning. Kelinga yaxshilab uqtiring. Biz sizni oilangiz uchun harakat qilyapmiz-ku deng. Bu yerda biror bir yomon narsa yo'q-ku, to'g'rimi? Eringiz sizga mana shunaqa gaplar gapirayotgani uchun shunaqa yo'l tutishga majburmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ishoning. Ha, mayli. Ko'ramiz. Tabib bergan dorini ichyapsizmi? Ha, ichyapman ojon. Yaxshi qilasiz. Menga qarang. Tabibga borganimizni dadangiz ham bilmasin, eringiz ham bilmasin, xo'pmi? Tushundingizmi? Dadangiz ikkalamiz urushib qolishimizni xohlamasangiz, mana shu uyimiz tinch bo'lishini xohlasangiz, ularga aytmaysiz. Xo'pmi, jonim bolam? Xo'p, ojon. Keyin tabib bergan giyohlarni vaqtida damlab iching. O'zingiz quloqingiz bilan eshitdingiz, xo'pmi? Endi sizlarni tezroq farzandli bo'lishinglarni xohlayapman-da, jonim bolam. Ana narigi mahallada sizlardan ancha keyin to'yi bo'ldi. Egizak tug'di. Mayli ojon, biz ham farzandli bo'larmiz. Yaxshi niyat qilaylik. Men nima yomon niyat qilyapmanmi, jonim bolam? Tezroq sizlarni farzandli bo'lishinglarni xohlayapman. Nabira ko'rsam deyman. Bo'pti. Tilda emas, amalda bo'lsin. Meni aldab, ko'zimni shamg'alat qilib ichmay qo'ymang. Ichyapman, oyijon deb ichmay qo'ysiz, men qattiq xafa bo'laman. Ko'proq iching, xo'pmi? Xo'p, ojon, rahmat. Bo'pti. Mazasiga ko'nikib ketasiz. Iching. Bo'pti. Vaqtida iching. Xo'p. Xotinjon. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush keldingizmi? Rahmat. Nima bo'ldi? Rangingda rang yo'q. Shu biroz ko'nglim behuzur bo'lyapti. Yo, shifoxonaga boramizmi? Shamolladingmi yana? Yo'q, shamollamadim.
ozgina charchagandim, shunga shunaqa bo'lyapti menimcha. Noilajon, men seni eringman. Senga aniq nimadir bo'lgan. Rangingda rang yo'q, qanaqadir g'alatisan. Yoki kimdir xafa qildimi? Biror nimadan xafa bo'ldingmi? Yo'q, hammasi joyida. Menimcha sizga shunaqa tuyulayotgan bo'lsa kerak. Xavotirlanmang, hammasi yaxshi. O'zimni xushchaqchaq, har doim kulib yuradigan xotinimni sog'indim. Tezroq tuzal. Aytgancha, bilasan nima olib keldim? Nima? Sushi. Yeysanmi? Hozir ishtaham yo'q, ham yursam yoki o'rnimdan tursam boshim aylanib ketyapti. Shunga o'ysa bo'la qoling. Aniq nimadir bo'lgan. Sushi yeging kelmayapti. Bo'pti, dam olchi o'tib ketar. Bobur aka. Bobur aka. Noila? Noila? Noila nima bo'ldi senga? Bilmadim. Mana shu joyim qattiq sanchib og'riyapti. Tez yordam chaqiring. Tez yordam qachon keladi? Yur, o'zim olib boraman. Tur, ehtiyot bo'l. Yura olasanmi? Sekin, sekin. Ehtiyot bo'l. Hamma yoni rasvo qilding. Kelinni kasal qilib. O'rgildim. Aqlli, o'zicha. Men nima qildim, dadasi? Nima qildim? O'sha Komilangni gapiga kirib, hamma yoni rasvo qilding. Kelinni shifoxonaga mana yotishiga sababchi bo'lding. Nima qildimmish? Men bilmabman-da. Bilmabman-da. Birovni hayoti, sog'lig'i senga nima? O'yinchoqmi? Ha? Mana seni deb hozir, seni deb o'sha o't pufagi bilan oshqozoni nima? Buzilibdi, dabdala bo'libdi. Men Komilaga ishonibman-da, dadasi. O'rgildim. Endimi ishonibmanmish? Qayoqdagi o't o'lanlarni ichirding? Bo'lar bo'lmas, bilib bilmasdan. Men senga 100 marta gapirdim, o'shandan nariroq yurgin deb. Ana, kimnikida to'y, kimnikida aza. To'y qilyapti. Men hozir o'sha to'yga chiqishim kerak edi. Yuribman hozir mana qilib. O'rgildim. Yer turmasdan uyga kir bar. Borib keliningdan kechirim so'ragan. Tushundingmi? Xo'p. Bar. O'qimagan. Miyasi aynigan kampir. Qilgan ishingni qara, tavba qildim. O'zi o'sha kelinga ichirgan damlamang bor-ku, oldin o'zing ichishing kerak edi-da, o'zing. Taningda his qilganingda o'sha og'riqlarni. O'shanda tushungan bo'larmiding? Ikkinchi o'sha Komilani oldida seni ko'rmay. Miyang qursin seni. Nimalar qilib yuribman o'zi. Nafaqat kelinimni, oilamni ham qiynab qo'ydim. Bir insonni bo'lar bo'lmas gaplariga ishonib o'zgardim. Noto'g'ri qadam tashladim. Yaxshiyam kelinimga hech narsa qilmadi. Biror nima bo'lganda nima bo'lardi? Men qanday yashardim? Nima qilardim? Dadasini gapida jon bor. Komila baxtsizligi sabab alamidan hasadko'y bo'lib qolgan. Boshqalarni ko'ra olmaydi. Meni ham oilamni buzib yuborishiga sal qoldi. Men esa ahmoq bo'lib uni tinglab,
o'zimga yaqin olib yuribman. Oilam shuncha vaqt aziyat chekdi. Allohim, meni o'zing kechir. To'g'ri yo'lga boshla. Har doim o'zing qo'llab tur.